Assalomu alaykum hurmatli aziz ayollar. Hozir rasmiy kanalda savol joylagan edim. Qachon meni birinchi marta qayerda ko'rgansiz? Juda ham ajoyib javoblar kelyapti. 2023-yil konsultatsiyada ko'rganman, Mirsagikovada ko'rganman, Giza markazida ko'rganman. 19-yilda konsultatsiya olganman. Hadija Sultan kanalida juda ham ko'p kurslarda o'qiganman. Juda ham xursand bo'ldim. Lekin undan ham xursand bo'lardim agar siz 14-iyunda bo'ladigan seminarimda qatnashsangiz. Juda ham ajoyib seminarga tayyorgarliklar qizg'in va sizlarga yetkazadiganlarim bor va kelsangiz seminarda albatta ko'rishamiz. Mana hattoki qarang, videolarimni tashlab qo'yishibdi. Juda ham ko'rib xursand bo'ldim. Kuzatuvchilarim meni haqiqatdan ham kuzatib borishar ekan. Videoda ayollarni eski zaryadkaga o'xshab qolgan degan video. Voy-vo, o'zicha kibrli, voy-vo, shunaqa insonmi degan, ya'ni negativ fikrdan keyin kuzatgandan keyin pozitiv fikrga o'zgargan ayollarimiz ham yozib qoldirishibdi. Hurmatli ayollar, hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglar uchun ilm olishda davomiy o'z ustimda ishlab borib, sizga shu yo'lda o'zim bilganlarim, anglaganlarim bilan stress seminarimda yetkazmoqchiman. Ko'rishguncha. Nechinchida bo'ladi? 14-iyun kuni meni seminarimda taklif qilib qolaman. Hammanglarni kelishinglarni juda ham xohlayman.